Kimdir uchun kutilgan, kimdir uchun kutilmagan, biz uchun esa doim mavhum bo'lib ellik kelib kelgan narsa yuzaga chiqdi. Ya'ni mana shu bizning do'konimiz buziladigan bo'ldi. Sababi mana 3-4 kvadrat metrlar plas bilmayman qanchadir chiqqan. Shu sabab oxiri buziladigan bo'ldi. Vaholanki bundan-da muhimroq joylar bor, lekin mayli, ular o'z yo'liga har kim o'zi uchun javob beradi. Balki bu narsa yaxshiligidir. Xudo xohlasa bizni keyingi bosqichga chiqishimizga bir Alloh bir imkoniyat beradigandir. Vaqtincha biz ish faoliyatimizni onlayn tarzda davom ettiramiz. Bizga ishonch bildirib, bizni qo'llab-quvvatlab kelgan, o'sha shu paytgacha har doim bizdan birga o'tib kelgan mijozlarimizdan yana dalish birgalikda bizni qo'llab-quvvatlashinglarni so'rab qolamiz. Sababi vaqtincha mana shu do'konda ish faoliyatini yurgizmaymiz, lekin umumiy ish faoliyatimizni yurgizamiz. Onlayn buyurtmalar doim qabul qilamiz. Xudo xohlasa vaqtincha 2 haftami, 3 haftami, qanchadir vaqt bilmayman. Fikr qilishimiz kerak, boshqa joyda ko'rishimiz kerak, kengroq, yaxshiroq joy, balki xudo xolasa yana yaxshiroq narsa qilamiz. Kimda qanaqa variantda takliflar bor? O'zingizlar fikrlarni yozib qoldiringlar, hali yana batafsil